Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorlarimiz lyustralar haqida bo'ladi. Sizga Abdullohdan yordam beradilar. Abdulloh, Abdulloh, odamlar mana misol mehmonxonaga, misol undan tashqari oshxonaga, har xil endi xonalarga lyustralar qo'yishadi. O'shalarga bir-bir qaysi xonaga qanaqa lyustra ketadi, qaysi narxdagi lyustralarni olsa qanaqa bo'ladi, o'sha to'g'risida bizga ma'lumot bersangiz. Birinchi narxlari va o'sha mehmonxonadan boshlasak. Mehmonxonaga qanaqangi lyustralar ketadi? Mehmonxonaga yurib bemalol nima qilib tushuntirishingiz mumkin. Mehmonxonaga har xillari bor aka. Masalan, toshli variantlarimiz bor. Haytek variantlardan bor bu tomonda. Ko'rishdan mumkin. 8 Haytek uslubida, haytek bo'ladi. hozirgi kunda zamonaviy bo'lib turgan hamma misol remontlarga ham, o'sha aboylarga tushadigan haytek usulidagi lyustramiz. Bu kishi narxlari necha? Hop, bularni 1 milliondan tushirib beryapmiz. 1 million so'mdan kamaytirib beramiz. 8 talilar. Endi 6 talilar bo'lsa, kichik xonalarimizga 8 ming so'mdan ularimiz. Bu lyustrani necha metrgacha bo'lgan xonalarga olsa bo'ladi? 5 ga 5 xonalar bemalol. 5 ga 5 mehmonxonalarga bo'ladi. Bo'ladi. 5 ga 5 xonaga hurmatli obunachilar bemalol bo'laverar ekan, 1 million so'm kamaytirib berishar ekan. Pastda birinchidan telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Hozir Farg'ona viloyatida, Polsha bozoridamiz. Videodan oldin aytib o'tib ketay. Merovoy aboylar va lyustralar sotadigan magazindamiz. Polsha bozorining ichida bu magazin. O'sha yerdan obzor ketyapti. Xo'p, 5 ga 5 joyga bemalol aytaverar ekan. Xo'p, deylik 7 ga 4 xonalar bo'ladi. 7 ga 4 endi 12 talilar bor bular. 12 talilar. Bu tomonlarimiz 12 talilarimiz bor. Masalan, bu modelimiz yangilik kelgan. Mana shuni sen ko'rish mumkin. 8 talik, 6 talilar ham bor. 6 talik. Bemalol 7 talik xonalarni yorita oladi. Bemalol yoritadi. Misol uzunligi berarada yoki bo'lmasa 7 metrli deganimiz sababi uzunligi uzunroq bo'lganligi uchun so'ralyapti. Bemalol qo'ysa bo'laveradi. Qo'ysa o'zi ekilaveradi. Ekilaveradi. Mana nimalilarchi, mana ajoyib gulliklar juda. Hop, bu avannilarimiz endi har xil. Ularni 2 milliondan tushirib beryapmiz. 160 liga tosh to'lasi. Endi buni har xil filmalar bo'ladi. Ozroq, toshli kamroq bo'ladi. Sifatlari bo'ladi. Sifatli sensorlar bo'ladi. Toshini puli asosan puli toshiga bog'liq. Toshiga bog'liq. Sarg'ayib ketib qolmaydi. Sarg'ayib ketib qolmaydi, doimo bilis berib turadi. Bular necha puldan necha pulgacha umumiy daftar ketamiz? Razmerlari bor. Avannilarda 1 metrdan 2 metrgacha bo'ladi razmeri. 1 metrligi 1 milliondan ularni kamaytirib beryapmiz. 1 metrligi 1 million. Ularning ham bor. 2 metrli ham ketishadimi? 2 metrliklar qo'yadi endi, joyingiz kattaroq bo'lsa. Joyingiz kattaroq bo'lsa, 2 metrliklar qo'ysa ham bo'ladi. Qanaqangi, misol deylik zallargami? Zalga qo'ysa va zalga, mehmonxonalarga qo'ysa bo'ladi. Bemalol o'shalar yaxshi chiqadi. Hali 10 ga 15 ga joylarga ham juda chiroyli aytadi. Zo'r aytadi, 2 metrliklari bor. Bu yerda banonimiz qanday ekan? Hop, bunimiz ham yangilik mat-ya. Ko'rishim mumkin. Bu 120 ligi. 120 Bu 120 ligi. Bular 2 milliondan uni ham tushirib beryapmiz. Endi 160 ligi bor. Bular 3 milliondan ularni kamaytirib beryapmiz. Buni qaysi davlatda? Shoxolari ham bormi? Bular Xitoy hammasi, bizda Xitoy. Ishlab chiqarilgan bo'ladi. Asosan Xitoy. Xitoy hammasi eng zo'ri Xitoy. Bu ko'rinishdachi bu bularimiz ham endi yangi kelgan modellarimiz bor. Toshlari chiqil. Tik ko'k bitta oq toshlar aralashgan. Oq tosh va ko'k aralashgan bo'ladi. Asosan o'zgacha vid berib turar ekan. Oq bilan ko'k bo'lsa, ajoyib yangilik model. Chiroyli yarqroq bilis berib turar ekan. Hop, bundan tashqari devorga o'rnatadigan lyustralar bor ekan, ha? Biralarimizdan ham yangiliklarimizdan ko'p. Masalan, mana ular bor. Biralarimiz yangiliklar. Buni misol necha metr oraliqqa qo'yiladi va narxlari qancha? Hop, ularni endi qo'ysa bo'laveradi. Tinchlikda tashalgan bo'lsa, spaminlarga zo'r chiqadi. Asosan spaminga qo'yilgan modellarimiz. Hop, bularimiz 125 ming so'mdan ular. 125 ming so'mdan donasi. Bundan tashqari hozir turiga qarab endi narxi kelganlar ham, ular tepadagi tashqaridagi devorlarga o'tadiganlar bor ekan, ular narxi necha? Hop, bularimiz 150 ming so'mdan. Pastda ham bor ularning. Boshqacha modellar. Qanaqangi modellar bor ekan? Bunimiz necha pul mashinamiz? Bunimiz 180 ming so'm. 180 ming so'mdan. Shu har bir donasi 180 donasi 180 ming. Ulardan kichik kamaytirib beramiz. Bularchi buni? Hop, ularimiz 160 mingdan. 160 ming so'm. Sifatlari zo'r. Sifatlari zo'r. Har xil
Bunchi. Bunimiz ham 160 ming. 160 ming. Tomonlilardan ham keladi. Tomonlilardan. Yangiliklarimiz bor. Abdulla endi hozir assortiment ko'p ekan. Umumiy ma'noda misolga necha xil assortiment bor? Mana nimada mana shu Biralarimizda endi ikkitadan ko'proq bo'lishi kerak. ikkitadan ortiq. Biralarimizda bor. Narxlari-chi? Narxlari ham har xil. 100 ming so'mdan 450 minggacha bor biralar ichida. Devorga yopishtiriladigan hurmatli obunachilar, devorga o'rnatiladiganlarda 200 xildan ortiq assortimentlari bor ekan. 100 mingdan 400 minggacha bo'lgan narxlarda ketaverar ekan. Xo'p, bu bunaqa osma lyustralarda narxlari umumiy misol soni va narxlarini aytasiz. Lyustralarimiz endi 3 mingdan ortiq. Ko'proq. Ikkinchi etajimizda lyustralar bor. Lyustralar bor. Endi har xil 5,5 milliongacha bor. 150 mingdan 5,5 milliongacha bor. 5,5 milliongacha. Xo'p, lyustralarda ham assortimentlari 1000 dan ortiq ekan, 2000 dan ortiq ekan. Xullas, sizlarga hozir narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 150 mingdan 5,5 milliongacha, 5,5 milliongacha bemalol assortiment, xohlagan assortimentingizni topsangiz bo'ladi. Endi yo'q, men topolmadim degan lyustralaringizni ham bemalol zakaz qilsangiz, olib keltirib berishaveradi, o'rnatib berishaveradi va olib kelib bemalol yasab berishlari bemalol bor, xizmatlari bor. Endi hozir bizni misol Farg'onadan tashqari boshqa qo'shni viloyatlardan ham ko'rish mumkin. Deylik, shu viloyatlarga dastlabki xizmati yoki bo'lmasam o'shunga o'xshash narsalarga nima deysiz? Ularni ham kelishtirgan holatda Dastlabki beraveradi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki beraveradi. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz, qator o'zingizni nomeringizni yozamiz. Mana shu yigitga murojaat qilaverasizlar. Bemalol dastlabki bo'yicha bemalol gaplashib, aloqalashib, telefonlashaverar ekansizlar. Hop. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Maksimalni do'stlarga, o'rtoqlarga jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz.